Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 3 ta shassi 5 tonnali obzorni ko'rsatib o'tib ketamiz, tushuntirib to'liq. Isuzu Encoder 90, Isuzu Ampere 82L zavodskoy gazli CNG metan va Isuzu Ampere 75 bu ham dizelda bo'ladi. Ikkalovini ramasini uzunligi bir xil, faqat yuradigan toplivasida bu metan gazda yuradi, bu saralkada yuradi, 16 litr rasxod qiladi. Bunisi bo'lsa 25 kub rasxod qiladi. Narigi modelimiz ham Isuzu Encoder 90 ham 16 litr rasxod qiladi 100 litrga. Buni ko'rib turganinglarda ramasi uzun bo'ladi. Isuzu Encoder 90 da tormozdoy sistemasi воздушный bo'ladi. Qolgan mana ikkita modelimizda tormozdoy sistemasi жидкостli bo'ladi. Xo'p, bularni yuk ko'tarish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, saralkali modelimizda ramasi ko'tarish, yuk ko'tarish qobiliyati 3 tonna 450, CNG modelimizning 3 tonna 250 va Isuzu Encoder 90L modelimizning bo'lsa 5 tonna etib belgilangan. Avtomobilimizning kabinasining ichida barchasida qulayliklari bir xil, konditsioner, yon oynalar, abagrev, elektron oyna ko'tarib tushirgichlari mavjud. Kabinalarimiz ko'rib turganinglardek hammasi bir xil ko'rinishda bo'ladi. Shassi modelda tepasida koronasi bo'lmaydi. Xo'p, endi avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, Isuzu Ampere 75 modelimiz, saralkali modelimiz 519 million so'm, Isuzu Ampere 82L zavodskoy gazli modelimiz 608 million so'm va Isuzu Encoder 90L modelimiz 558 million so'mni tashkil etadi. Bu modellarni barchasini 25% boshlanish to'lovi bilan eng minimal yillik foizlar evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Batafsil pastda raqamlar qoldiramiz. O'sha raqamlarga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin.